Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Diqqatingizda Rayhongul Mijitning Qayta nikah nomli romani. Davomi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 28 bölüm. Sulaymanning oilasidagilar bilan Asad bovayning nevrisi oshxonadagi tamoq shirasini cho'rdab o'ltirib nashta qildi. Nashtadan keyin Sulayman Asad bovayni doktorxonaga apardi. Asad bovay yo'lda mang'ash xuddi ko'nglida bir gap bordek bir necha qitim tamshilib baqdi-yu, lekin eg'iz ochmadi. Ular hakima qazo qilib ketgan heliqi doktorxonaning oldiga borganda Asad bovayning yuragi qart qilib qoldi. Chunki u singlisining mushu doktorxonada qazo qilganligini anglagan edi. O'zlaridan so'raydigan bir ish bor edi, dedi Asad bovay sal dilg'ulliq ichida. Uzun zamonlar bo'lib ketdi, faqatla uqtasi kelmadi. Nima ishdi? Sulayman ittik so'radi. Hakima rahmatlik, ajab tuyuqsizlik ketib qoldi, ha? Uning rostila yurak kesili bormidi? Bu gapni anglagan Sulaymanning yuragi dupildab selib ketdi. Nədimi yurak kesili bo'lsin, deyla, dedi u birdan o'ylanib olgandan keyin. Lekin shu chaqda qandaq qilib ketdi, biz uqolmadik. Shunga hozirgacha doktorxona bilan ta'talashdi demamla. U rahmatlik yerligida yotqalimi 2 yil bo'lay dedi. Texchi bir nima demabdi-da. Sulaymanning Asad bovayga damalliqqa bu haqda nurg'un gaplarni deb bergisi keldi-yu, lekin oxirida faqat ha deb birli eg'iz javob berdi. Birdamlik jimjitlikdan keyin Asad bovay yana eg'iz ochdi. Hay, meningcha endi bo'ldi qilsizlar. Biz musulmonlar uchun tug'ilmoq haq, o'lmak barhaq. Bandaning jini Xudo bergan omonat. Alloh egam uni qachon, qandoq olg'usi kelsa, eli beradi. Hakima rahmatlikning yeydigan rizqi shunchalik o'xshaydi. Zodi nima uchun o'lib ketdi deb so'raversakmi, yomon bo'ladi. Sulayman hozirgacha nurg'un kishilarning hakimaning yeydigan rizqi shunchalik o'xshaydi, al-hukmillah deysizlar degan gaplariga ha deb kelayotgan bo'lsa-mu, lekin ko'nglida hakima cho'qim doktorlarning operatsiya ustidagi savalligi vajidan ketib qoldi deb o'ylaydi. Onuncha bo'lganda o'zining beshiga kelgan har qanday baxtsizlikni taqdirga ortibla al-hukmillah deb o'ldirish hayot hikmatlarini reallikdan izlab beqishni bilmaydiganlarning ishi edi. To'la o'ylab ketmisizlar. O'zlami saqsiz bo'lib ketiblar, dedi Sulayman bovayga savirchanlik bilan. Bu ishni o'zim cho'qim bir taraf qila olayman. Sulaymanning tuyuqsizlar tishlari g'uchirlab ketdi. Xap, heliqi mas'uliyatsiz doktor buning uchun cho'qim badal to'laydi. Po'lat bilan Gulyar cho'ng otasining sahrodan kelganligini anglab, uni yo'qlab keldi. Zuhra akasi bilan yangasi kelishdan burunla Sharipaga telefon qilib, "Cho'ng otam keldi, seni bek sig'inib ketibdi. Qandaqla bo'lmasin, uyga bir kelgin" degan edi. Sharipamo otasini bekla ko'rgisi kelgachga bir necha qitim uyga boray deb tamshilib baqdi. Ammo yana turibla, "Otam meni toza bir qo'yining tutami yo'qgan deb qolarmi?" deb o'yladi. U bir necha navbat uyga telefon qilmoqchimi bo'ldi. Ammo nimishqidir trubkani qo'liga elib bo'libla yana qo'yib qo'ydi. U Sulaymanni nurg'un qitim tushida ko'rdi. Necha kechini
үнсіз yıqlap ötközdi. Şoňa Şäripe bu qitim çoň atysyny körüşni bahana qılıp, aksy bilen ýeňgesige ägişip, çoň öýge keldi. Sulayman öýde mehman bolgaçka nere bere gep qilishni beäp kördümü iş qılıp, Şäripening salamyny elik elip, onuň bilen kızgın körüşdi. Ämma o atsy bilen salamlaşypatgan çagda Asiýa ana bala ikisiniň bir-birige mänilik garaşganlygyny körüp, köňli bir qism bolup qaldy. Demek bu ana bala ötkenki işini tehi unutmagan edi. Şäripe çoň atsyga özüni itip yıglap ketdi. Özle kelgili şunç günler bopdu. Biräri maňa habar qılıpmy koýmady. Rahmetlik apam bolgan bolsa özlerini meniň öýümge başlap barar edi. Şäripening yana tikine bary gep qılıp atganlygyny sezgen Polat olturalmaýly qaldy. Hey, bu işnimi yana saňa məxsus bir habar qilish kerakmi? Öýge ança-munça kelip turgan bolsaň, aň bolmaganda telefon qılıp turgan bolsaňmy, özüň fuqatdyň emasmy? Şonça wagtdan beri qarysyny körsetmekde ýok. İşikden kirmäýle dawatgan gepine tehi. Şu gepler bolup atkanda Asiýa ana bala ikisi mehmanhanada ýok edi. Muşu gepiň bilen kimni hoş qılay dawatsyn aka? Bu öýge nimişki kelgüm kelmeýdiganlygyny allaqaçan bilip bolduňgy deýmen. Dedi Şäripe Gülyarga lappada qarap. Oy Şäripe, sesik gep qılmasaň, köňliň unumamdy senem. Mehmannyň aldydyla dawatgan gepini qarmamdygan akylsyznyň. Şäripening geplerini anlap, yana judony örlegen Sulayman özüni tutalmay qaldy. Şäripe başga gep qılmay beşini töven saldy. Aty bala otursadaki bu yerekçilikni körgen Esat boway serpel oňaýsyzlandy. Yolbasyny ýengen batyr emas, atçykny ýengen batyr deýdigan gep bar balam, dedi o quruq ötelden keyin sakalyny sypap durup. Sebir taqatny, şükür qanaatny bilgen adam her qanday kişinin közüge ıssyk göründi emasmy? Minäwer ötkenki köňülsizlikden keyin Şäripäni körüp bakmagan edi. Rastyn degende o Şäripäge hem öç edi, hem onundan korkatdy. Şoňa baya Şäripäniň kirip kelgenligini körüpla teni juguldygan Minäwer bu ot goýruk ýene nimege kelgendi dep oýlady. O Şäripäniň Asiýa bilen tinçlik soraşypatganlygyny körüp nimişqidir apsynyň peşini tartyp goýdy. Şäripe öýdikiler bilen tinçlik soraşyp bolgaça Minäwer gappyda aşganaga kirip aldy. Aňgyja Asiýa kirip çay taýýarlaş bilen bolup ketdi. Minäwer kökde adalymakçy boldy. Apsynyň öýdeki ulug uşakny kütüş bilen paýpetek bolup ketip atganlygyny körgen Minäwerniň yürekleri içişqila durdy. Qargyna apa, ularnyň hemmisi gymedy ýok, hejişip olturdy. İkimiz o haqnyň qorsqagy işläwatymyz. Biz ya ularnyň maly bolmasak. Tolu bilçirlima, dedi Asiýa qizygy aryýyp durup. İşiňni qıl. Şäripe degen bu bir nimeni körsemde oğam qaýnaýdy. Hilidin beri u ýok, öý içi hilili jimip gelip edi, ýene nädin peýda boldy bu nime? Şu çykyp ketgeniçe ýok bolgan bolsuçu? Minäwer godurganyça kerepşiniň ýopurmaklaryny zerdi bilen ýulaşgy başlady. Uy alçygan, ünüňni üçür deýmen. Asiýa qoladaki çeýnekni goýup Minäwerge ýene alaydy. Minäwer qoladaki adalawatgan kerepşini taşlap goýupla çykyp ketmekçi bolup iştik orundan turdy we işik töwege berip bolgandan keyin apsyga: "Sen ularnyň malaýlygyny qileýbergin. Men bir sawagdaşymyň öýüge baraman. Keşde şu ýerde qunup qalyman," dedi. Asiýa onuň ýeňinden tartdy.
Nima? Menimi o'ylab qo'ysang bo'lmamdi. Meni zodi nima bo'lsin deysan, ha? Seni bir nima bo'lsin deganim yo'q. Ish qilib bugun qaytib kelmayman. Qiz bolaning sirti qunib qolgani nemisi? Bo'lmaydi. Men boshqa yerga emas, saboqdishimning uyiga borman. Münəvvər şundaq dedi-də, aşxanadan çıxıb, odul hocursiga kirib, paltosini oldi. Andan mehmonxonakilarning keynidan o'tib, ishik tövidagi o'tikini kiydi. Sulaymon ishikka dumbisini qilib o'ltirgan bo'lg'ashqa Münəvvərni ko'rmadi. Ammo boshqalar Münəvvərning ishik tövida o'tik kiyayotganligini ko'rgan bo'lsa-mu, o'z gapi bilan bo'lib, ancha iranishib ketmadi. Qizining qilg'iniga ko'ngli yerim bo'lgan Asiya oshxonaning ishigini yepivatdi. U o'zini tutib ololmay oxiri yig'lab ketdi. Angacha Zuhra oshxonaga kirib keldi va Asiyaning yig'layotganligini ko'rib, aldirab so'radi. "Voy, nima bo'ldingiz?" "Hech nima", dedi Asiya yoshlarini surtgach. Zuhra yana ko'chalab so'radi. "Undaq demang, birər ish bo'lmasa, nimishqa yig'ladingiz? Manga deb bering." "Yo'qay, hech nima bo'lgani yo'q. Nimishqidir, har yili Ramazon oyi kelsila meni yig'i tutib qoladi xo'ti." Asiyaning ko'nglidagi gapni demaganligi Zuhraga ayon edi. Shundaq emasmi? Nimali degan bilan o'gay onada. Balalar bilan o'gay ona degan bir-biriga singmaydigan suv bilan moyga o'xshaydi. "Asiya ayla, siz mehmonxonaga chiqib birdam o'ltiring. Choyni men qo'yay", dedi Zuhra Asiyaning qo'lidagi chaynakni takallub bilan elib. "Attirgul chaydan damlab tikanman, cho'ng otingizning og'ziga tetarmi?" "Voyay, bundaq mazalik chayni kim ichmaydi? Cho'ng otam nimishqa bizning uyga kelsa, qarcha ichman deb turib oladi bilamsiz? Uchu bizni menga qimmat chay damlab beraman deb chiqimdor bo'lib qolmasin deb shundaq deydi." Zuhra og'zidan chiqayotgan bu gaplarning to'g'ri yoki xato ekanligini o'zimi bilmaydi, lekin bu gaplar rostilla qarg'a keldi. "Undaq bo'lsa-ku mayli", dedi Asiya pisingada kulib. "Men texi choyni damlab bo'lib, otingizni xafa bo'lib qolarmikin deb turgan edim." Sharipa bilan Po'lat ar-xotin ikkisi choydan keyin qaytmoqchi bo'ldi. Menish oldida ular bovayni uyiga taklif qildi, lekin Asad bovay ularni chiroyli rad qildi. "Rahmat, menmu at qaytaman. Ko'rishgunimiz mushu bo'lib qolsin. Aman bo'linglar, bolalarim." Po'lat bilan Sharipa atsi ishqa boradigan bo'lg'ashqa bovayni uztib kelolmaydi. Shunga u ikkisi cho'ng atisiga 100 yuandan pul yo'lliq tutdi. Yil bo'yi etirsa ishlab, qo'li tuzuk pul ko'rmaydigan dehqon uchun aytganda 200 yuan oz pul emas edi. Shunga singlisining bu ikki bolasidan qattiq ta'sirlangan Asad bovay ularning baxtiga atab uzundan uzunga duo qildi. Atsi atiganda Sulaymon Asad bovayni uzatib chiqdi. Asad bovay mashinaga chiqib bo'lib, Sulaymon bilan xo'shlashadigan chog'da: "Sulaymon, Asiya nihoyat yaxshi mazlum ekan", dedi Sulaymonning ko'zlariga ma'nilik tikilib. "Uni obdan asrasizlar." Asad bovayning bu gaplaridan Sulaymon nihoyat xushal bo'ldi. Ammo uning oldida Asiyani bek maqtab ketgisi kelmadi. Chunki nimala degan bilan Asad bovay Sulaymonning burunqi ayolining akisida. Sulaymon Asad bovayning nursiz ammo samimiy ko'zlariga boqdi. "Xudo buyursa, sizlar xotirjam bo'lsizlar, aka." 29-bo'lim. Açıqida öydən aldı arqısıga qarmay yenib chiqqan Münəvvər cho'ng ko'chada maqsadsiz bir yoqqa qarab ketavatdi. Uning
Bir savaqdışımның өйге барыман дегені ачықыда Асияға мұндақта деп қойған кепі еді. Әміриятта оның бірәрі достының өйге беріш нейті болмағашқа, мана әмді нәге берішіні біләлмәй теңірқап қилып ататты. Tuyuqsuz urulğan soğuk şamaldın Minəvərinin vücudu qorulğandək boldu. O öyge qaytıb ketməkçi bolub arqağa buruldu. Amma yana turupla o neytedin yandı. Anğıca koça avtobusidin biri keldi. Minəvər maşinaga çıqıb maşinanın parida birdam ısınıb almaqçı boldu. O koça avtobusiga chiqdi, lekin avtobusda o'ltirg'idek o'rinmi yo'q edi. Maşina 2-3 bekat mağandan keyin Minəvərning arqasidagi o'rindiqda o'ltirgan biraylan tushishga tamshaldi. Hem muzlab, hem herib, hech hali qalmagan Minəvər heliqi kishi o'rnidan qo'pishig'ila boshqalarni ittirib etib degidek shu o'ringa berib g'achchada o'ltirib oldi. Odam bilan liq to'lgan avtobus Minəvərga naita so'g'uq belinib atatdi. U nemishqidir tuyuqsizla g'irib sinib ketib atatdi. Onunçu bolğanda navada apsi qayta yatliq bolmagan bolsa, onun ko'ngli buncha vala parakandichilikka qalmagan bo'lar edi. Atsi burun qazo qilib ketmagan bolsa, apsimi bolalarini zar-zar qaqshitib turib, qayta yatliq bolmas edi. Lekin eri o'lib ketgan xotinlar arasida o'zining illiq oilasi, bolalarining ko'nglini deb qolgan ömrini tul o'tkazadigan ayollari jiqqu. Ish qilib tul qolgan xotinlar ichida Minəvərning apsidek qayta yatliq bo'ladiganlar bakmi az. Durus, Asiya qayta nikohliq bo'lgandan keyin ana bola ikkisi Sulaymonning foydasini ko'rdi. Qisqasi, Asiya burunqidek yolg'iz uyda g'iribsinib o'ltirmay, xalqning xotinlaridek chiroyli yasinib, el jamoatga aralashadigan bo'ldi. Muhimi, Minəvər xizmatlik bo'lib qoldi. O har oyda topgan ish haqqini xohlagancha xashlaydi. Navoda burunqi uyda bo'lgan bo'lsa, u topgan pulining bir qismini opsiga bermasi bo'lmaydi. Shundaqda Asiyaning 4 tanga pensiya puli nimaga yetadi? Hey, hayat degan ashundaq rahimsiz bo'ladigan o'xshaydi. O'ti bar yerning suyi yo'q, suyi bar yerning o'ti yo'q deganimi dal shu o'xshaydi. Minəvər ana bola ikkisi turmushda az to'la do'lisi aptab ko'rganda qilg'ini bilan o'zlariga taalluq makonidan ayrilib qoldi. Nurg'un kishilar ularning kaynidan so'z cho'chak qilishdi. Minəvərning ba'zi do'stlari uningga qarab masxira bilan damag'ini qaqadigan bo'lib ketdi. U uydagi ikki qizning uni uchuqdan uchuq past ko'rib, uning oldida g'adiyib ketishlaricha texi. Minəvər dal shuning uchun chidog'isiz azoblanadi, cheksiz g'iribsinadi. Shundaq, u endi kichik emas, shunga turmush qurib, o'z oldiga uy tutish kerak edi. Lekin ko'ngildagidek loyiq tepish uncha oson emasdi. Hozir nurg'un kishilar haqiqiy erkakdek yigitlarni topmoq taslashib ketdi deb qaqshishadi. Demisimi, oila sharoiti yaxshi, chiroy ruxsari jonon chindek qizlar samandek bo'lg'ini bilan ular har jihatdan o'ziga loyiq kelgudek yigit topolmay ovora. O'tganda Minəvər Amina tunishtirgan bir yigit bilan ko'rishib boqdi. U yigitning taqdirga kelishgan, oila ahvoli yaxshi bo'lg'ini bilan qiz boladek mijozi Minəvərga yoqmadi. Shunga ikki qatim ko'rishib beqibla bo'ldi qoldi. Bu zamonning erkaklarga zoda nima bo'lgandi? Ashu o'ylar bilan ichi pushib, ko'ngli yerim bo'lib atqan Minəvər ham yenini aqtirdi. Ham yondagi seg'izdan bir tal qolgan edi. O seg'izni elib og'ziga soldi. Minəvər avtobusning deyrasidan talaga qarg'ash o'ltirib, seg'izni chaynab, uni paq qilib etiltirg'ili turdi. Bu ovozni anglagan yo'lovchilardan bir nechisi uningga qarab qo'yib, norozi bo'lgandek qilib boshlarini to'lg'ashdi. Durus, ko'cha avtobusida eg'izidagi seg'izni paqildatib etildirish, chindak pokiz kinoxonlarda shemishki chiqib, uning sho'pikini udulliq yerga tashlash
o'xshashli axloqsizlik albatta. Bunda qizlar hatto parilardek chiroyli bo'lsa-mu, kishilar uningdan jirginadi. Hayhat. Unda qizlar ashu daqiqalarda kishilarning uningga zodi qandoq nazar bilan tikilganligiga sapselib baqsichu isit. Minavər shu chaqda yaqinliq bir jup ko'zning uningga tikilib atganligini sezmedi. 36 yosh kirgan bu qanşarlıq kishining ismi Aman bo'lib, bo'yi egiz, o'zi kelishgan inchki ramkaliq ko'zoyniki uningga ajoyib yarashgan edi. Aman bir necha yil ilgari Xinjiang universitetining adabiyot fakultetini bitirib, ko'ngildagidek xizmat topolmag'achqa, akasidan azroq pul qarz elib, oldi bilan Moskvaga chiqdi. Keyin Amerikaga bordi. U Amerikada restoranlarda qochquchi yo'ydi, tangjonlik qildi. Yugurib yetim ishlarini qilib baqdi. Ish qilib, chami yetgan ishlarning hammasini degidek qilib, az to'la pul topgandan keyin qaytib keldi. U chet elda o'qib, diplom olmagani bilan pul topdi. Ingliz tilini ravros o'rganib oldi. Shunda qilib, Aman qaytib kelgandan keyin o'z oldiga ingliz tili maktabi ochdi. Uning ishlari o'ng'a tartib, maktabiga kelib o'qiydiganlar kundan kunga ko'paydi. Bunun bilan Amanning kirimi bara-bara ko'paygili turdi. Ammo u boshqalar chet elda aylanib yurib, erishkining zodi nima deb so'rasa, hargizmi pul bilan inglizchani tilga olmaydi. Chunki u chet ellarda shuncha yil aylanib yurib, oxir o'z vatani bilan chet ellarning, Uyg'urlar bilan chet elliklarning negizlik farqini ko'rdi. Bu Aman uchun eng qimmatli hasilat edi. Gapning rostini aytganda, bu farq qandaqdir turmush saviyasi va yashash muhitidagi farq emas. Muhimi kishilarning ruhiy dunyosi va psixik holatidagi farqlar edi. Aman Munavvarga yana qaradi. Bu qizning chiroy turqi satrak bo'lganiga baxmay, levida bir tal mingi bor edi. Nurus, Munavvarning seg'izni deb paqildatib chaynayotgan qiyofati Amanga texmi yoqmadi. Shunda qilib Aman beshini chayqag'inicha boshqa yoqqa qaradi. Tibbiy universiteti bekitiga keldik. Yo'lovchilar orqa eshikdan tushinglar. Avtobusning azuvikidan tuyuqsiz anglangan bu ovoz Amanning xiyollarini uzdi. U ixtiyorsiz yana Munavvarga qaradi. Bayatın beri seg'iz chaynag'ash hammadan bexabar taloga qarab o'ltirgan Munavvarmi avtobusdan tushishga tamshaldi. Munavvar eg'izidagi seg'izni yerga tukirdi-da, o'rnidan dast turdi. U dal shu chaqdala kelishgan bir kishining uningga so'zsiz tikilib turganligini sezdi. Munavvar bilan Amanning ko'zlari tuyuqsiz uchrashdi. Amanning ko'zidagi bilinar bilinmas illiq nurni ko'rib, yuragi tuyuqsizla oqqan Munavvar bu kishining vujudidan boshqa kishilarda az uchraydigan bir xil jalbkor salobatni ko'rgandek bo'ldi. Ammo u turibla yana umidsizlandi. Shundaq emasmi? Qarmoqqa u kishi 30 yoshlarga berib qolgandek tursa, uning albatta oilasi, xotin bolalari bor-da. Shularni chaqmoq tezligida xiyolidan o'tkazib ulgurgan Munavvar avtobusning eshigi tarafga qarab mangdi. U amdala eshik oldiga berivdi, orqa tarafdan tuyuqsizla gup qilgan ovoz anglandi. Munavvar ittik orqaga qaradi. Aslida Aman bir narsaga putlashib, yiqilib tushgan edi. Qo'l sumkasining setmisini ching atmagashga ichidagi narsalar yerga chechilib yotadi. Aman zo'ngziyib o'ltirib, chechilib ketgan narsalarini yig'ishtirg'ili turdi. Buni ko'rgan Munavvar salpal dilg'ul bo'lib turib qolgandan keyin uning narsa keraklarini ilib bermoqchi bo'lib, yerga engishdi. "Bo'ldi, rahmat", dedi Aman yerdan qipi bilan sim kartushkasini ilib sumkasiga salg'ish. Munavvar boshqa gap qilmay, uningga qarag'inicha turib qoldi. "Yo'g'alla kishi turuqliq yiqilib tushkunimni qaramamdigan satlashib.
dedi Aman sonkısının seyitmesini etip bolğandan keyin közeynikini oňlagaş görüp turup. Onun külgen çırayı Minäwärge bäkle ýykymlyk toýulyp ketdi. Minäwär onun ismini sorup almakçı bolup, eğzini ümellep turup kaldı. Şundak, yolda uçuruşup kalgan yatbaş bir er kişinin ismini sorap yürse, kız balığı set emesmi? Hoş. Aman sonkısını koltukka kısdı da avtobustan ittek düşüp geldi. Oy, siz düşmemsiz? Dep varqıradı şoför. Bunun bilen Minäwärmi ittek avtobustan düştü. Minäwärning közi tuyuqsızla yerde turgan appak bir närsege düşüp kaldı. O helqi närsini elip qarap edi, o isim kartochkası bolup, onunqa Aman Ali, Dana İngiliz tili mektebining mudiri degan xatlar turadi. Kartochkaning astı tarpiga adresi ve telefon numarımı naiti eniq yazılgan edi. Bunu görgen Minäwär nemişqidir özü içila hayajandan titrep ketdi. Amanның külgen çağdaki yıkımlıq çırayı Minäwärning köz aldıda da turardı. Ah, Hudayım, o kişi xotun balaları bari adam bolup kalmığı idi. Deydi o içide. Minäwär karşı yönüşke maňydygan avtobuska çıktı. O öýge tezrek qaytışqa aldırap ketip atatdy. Çünkü o tezrek öýüge berip Aman Ali bilen zady qandaq alaqlaşsa muhabbat boladyganlygy üstüde obdanrak oýlanyşy gerek. Minäwär avtobusynyň äýnekeden sırtqy qarady. Onun baýyky köňül gaçliklerden äsermi kalmagan edi. 30-njy bölüm. Bu gece Minäwär naýdy uzungaça uyaktan bu yakka öýrülüp, zadla uxlaýanmady. Kızık iş, ilgiri Minäwärge nurgun jigitler işpeş tartıp bakkan. Minäwär özümü ulardan bäzilerige helali kızıkkan edi. Amma hiç kaçan bugünkedek ajaýyp tatlyk sezimniň gadaklaşydan uýkusy geçip bakmagan edi. Minäwär közüni şundakly yumsa, Amanның külümsirep turgan çyraýy onun köz aldyga kelip alatdy. Onun tuyuqsızla köňledeki bu tuygularyny birärige dep bergöz kelip kaldy. Asad boway maňandan keyin Minäwär oran körpüsini Zöhräniň hojursydan tehe açyp ketmegeşke yana Zöhräniň hojursyda ýatgan edi. Minäwär derezeden düşüp turgan aýnyň ýoruqyda Zöhräge asta qarap bakdy. Zöhrä yenik puşuldap uxlap atatdy. Osman öýrülip düşse, ostuda mont diýýdigan qyry kız-da bu, dep oýlady Minäwär qapaklaryny süzüp turup. Qorsqytoýs uxulgan, uxlap gopupdy ýegen. Ýezip-tezip biräre bilen muňdaşmaýdy. Qorsqydy nim oýlaýdy eken taň? Gepiniň sesqlygyny hesapga almaganda, awu Şäripäniň-go bunundan öleki artyk. Hey, aşu Şäripädiki gepdallygynyň ondan birini bu qyry kızga bergen bolsa kaşki. Minäwär şularyny oýlap ýetip bir çaglarda uxlap kaldy. Zöhrä ätsi saat 5'ler bilen orundan turdy. Birär egiz gepgemi qyryklyk kıladygan Zöhrä ätdigenliki hatda öýdikilerge salam kılmaýdy. O karabetadan asta düşüp, orun körpüsini pem bilen yığıp etkendan keyin yüzünü yuyup çıkıp, kitap işkabının udulideki üstelinin aldığa kelip, üstel çırağını yaktı. Zöhrä başqalar bilen kara bolmağını bilen köňül ayaýdagan kız edi. O ornudan turgandan keyin Minäwärni uýgunup ketmesin dep öýüniň çyrağını mı yakmagan edi. O üstel çırağını yakkandan keyin çırağının bir tarapini qagazda tosup koyup bir parça kitapni qolaga aldı. Zöhrä her güni ätigenligi 20 saat ingliz tili öýrenetdi. Zöhrä kemsöz, jimgur bolgany bilen Minäwärniň nazarda bu ögey açysy mäýli çyraý turukda bolsun, mäýli paziletde bolsun, men dep ýürgen kızlardan qelişmaýdy. Lekin u Zöhräniň 40 ýaşga berip kalgan turuklukmy toy qilishni xiyalıga elip koymay yürüp atqalıqıga
hayron edi. Minəvər bu işni apsidan asta so'rab baxdı. Ammo bu chiroyli qizning zodi nemishqa to'y qilmayotganligini Asiya tugul, hatto uning otasimi uqmaydi ekan. Minəvər ichida gap yatmaydigan qiz edi. Şunu o bir er kishiga ko'zi tushib qolganligini bu o'gay ochisiga deb bergisi keldi. Bu qiyir qiz gap orliqida zodi nima uchun to'y qilmay yurganligining sababini deb solsimi ajab emas edi. Zöhrə acha, siz nimishqa to'y qilmaysiz? deb so'radi Minəvər tulumdan to'qmoq chiqqandekla. Ammo u bu gapni qandaq bir kishining turkisida tuyuqsiz so'rab qolganligini o'zimi bilmaydi. Minəvər bu gapni so'rab qolganiga darhol pushaymon qildi. Lekin eg'izdan chiqqan gap otgan o'qdi. Minəvər Zöhrəning ko'zlariga qaradi. To'y qilib nima kepdi? dedi Zöhrə bir haza jimjit turib ketgandan keyin beshini ko'tarmay. To'y qilsa albatta yaxshi-da, dedi Minəvər darhalla. O'zining uyi bo'ladi, o'zi bag, o'zi xon o'tidi. U birdan turib olgandan keyin gapini davomlashtirdi. Oqshimi atsi qaynota, qaynona yo'ldoshi bilan gumur-mungur mungdishib o'tsa, nima degan yaxshi? Zöhrə darhol Minəvərga qaradi, lekin uning chiroyi ifodasiz edi. Siz texi to'y qilmagan turib, bu ishlarni nadin bilasiz? Zöhrə acha, siz bilasiz-ku, men bu yil 25 yoshga kirdim. Do'stlarimning ichida to'y qilmagandan manli qoldim danga. To'y qilgan do'stlarimning hammasi shundoq deyishyotdi. Lekin bu gaplar Zöhrəga qilch ta'sir qiladigandak emas edi. U Minəvərga gapmi qilmay orqasiga burildi-da, kitobini yana qo'liga oldi. Buni ko'rgan Minəvər sal o'ng'aysizlandi. Ammo uning gapni uzib qo'yg'isi kelmadi. Shunga u darhol o'rnidan turib Zöhrəga yaqinroq kelib o'ltirdi. Zöhrə acha, siz bek chiroyliqchimi? Sizga ish-bash tortgan yigitlarmi jiqdu, ha? Minəvərning bu savoli yana javobsiz qoldi. Siz o'rganishga bek qiziqid ekansiz, dedi Minəvər Zöhrəga zo'rlab gap qilib. Qaraganda sizmi o'zingizga o'xshash bilimlik yigitlarni yoqtirdigan o'xshaysiz. Shundaqmi? Biroq hozircha yigitlarning ko'pinchisi g'uroq bilan o'yin tomoshadan boshqani uqmaydi. Biroq Zöhrədən yana sada chiqadigandak emas edi. Minəvər gapini davom qildi. Zöhrədə meningmi ingliz tili o'rgangim bor edi. Siz yordam qila olarsizmi? Minəvərning bu gaplari Zöhrəga ta'sir qildi bo'lg'ay, u darhol Minəvərga qaradi. Shundoq qilmasangiz bo'lmaydi, ukam. Siz texi kichik, hozirdan boshlab o'rganmasangiz, keyin pushaymon qilib qolasiz. Biroq til o'rganishda oldi bilan kursga qatnashmasangiz bo'lmaydi. Kursda o'rgansangiz, o'zingizga besim qilib tez ilgirliga olaysiz. Menmi kursga qatnashaymikin deyapman. Zöhrəning bu gaplari Minəvərga yog'idak yoqdi. Chunki u Zöhrə bilan billa ingliz tili kursiga borsa, shu bahonada omon bilan yuz ko'rishalaydi emasmi? Menmi shuni o'ylab yuratdim-danga? Dana deydigan bir ingliz tili maktabi bormish, u maktabning o'qituvchilari darsni bek yaxshi o'tarmish. Ikkimiz billa berib o'rganaylik, bo'lamdi? Shundoq menmi anglagan, dedi Minəvərning bu gaplarini anglab, chiroyiga darhol kulgi yugurgan Zöhrə qo'lidagi kitobini qo'yib. Qachon vaqtimiz bor, billa berib tizimlataylik. Undaq yerda bir-birimizga hamroh bo'lib o'rgansak, texmi yaxshi bo'ladi. Bek yaxshi bo'ldi-da. Atilib berib tizimlataylik, dedi xo'shliqadan qin-qiniga sig'may qolgan Minəvər kulib turib. Bo'ladi. Xudo buyursa, gapimiz gap-ha? Zöhrə o'gay singlisiga qarab, pisingadi kuldi.
Әтісі әттігенде Minəvər білән Zöhrə heliqi ingliz tili məktəbigə tizimlatqılı bardı. Muallimlər o ikisinin ingliz tili asasını bir qor sınab görgəndən keyin Zöhrəni A sınıfqa, Minəvərni D sınıfqa təqsimlədi. Çünki Minəvərnin inglizcə asası yox deyərlik edi. Amma Minəvər tizimlitish vaqtida Aman muallimning faqat A sınıfqıla dərsga kirdiganligini uqdi. Bundaq bolğanda Aman bilan yüz görüşüp turuş fursatining ancha ko'p bo'lmaydiganligini sezgan Minəvər səlpəl ümidsizlanib qoldi. Kitapni qo'liga olsala beshi og'raydigan Minəvərga ishdan sirtqi vaqtlarda kelib ingliz tili o'rganish rostila tas keldi. Ammo Zöhrə uning aksicha edi. Zöhrə har kuni ishdan tushibla Minəvərga telefon qilatdi. Ondan maktabning darvozasi oldida uchrashib koridorga birga kiratdi. Ammo Minəvər bir haftagacha Amanning qarasini ko'ra olmadi. Bir kuni u muallimdan so'rab sinfdan chiqdi-da, Aman dars o'tayotgan A sinfning eshigi oldiga kelib, eshikning yo'chqidan sinfga qarab baqdi. Minəvərning xiyoliga kirib elib, uni sirliq xiyollarga g'arq qilib etib borgan Aman Ali ashu sinfda dars so'zlayotdi. U inglizcha bir nimalarni so'rasa, o'ltirgan kursantlarmi uningga inglizcha javob beradi. Gahida tövəndə o'ltirgan birəri savolga ingliz tilida javob bersa, boshqalar paraqqida kulishadi. Odatda kamdan kam kuladigan Zöhrəmi ularga qo'shilib pixildab kulib ketadi. Buni ko'rib Zöhrəga avis kelgan Minəvər turibla yana o'zining ingliz tilini baldirroq tutmaganligiga pushaymon qildi. Minəvər ishik sirtida alahazal 20 minut turgandan keyin darsdan tushish vaqti to'shdi. Kursantlar sinfdan bir-birlab chiqib kelishdi. Zöhrə ishik tubida qo'rsqini tutib, shumshib turgan Minəvərni ko'rib, darhol so'radi. "Oy, nima bo'ldingiz?" "Bilmadim. Tuyuqsizda qo'rsqim og'rib ketyotdi", dedi bir ko'zini sinfdan uzalmayotgan Minəvər. Angacha Amanmo heliqi qo'l somkasini ko'targanicha sinfdan chiqib keldi. "Voy, nima bo'ldingiz?" deb so'radi u Minəvərdan. Minəvər Amanning ko'zlariga qaradi. Ammo Aman bu tonish chiroy qizni zodi nada ko'rganligini damalliqqa yodiga ola olmadi. "Bu qiz mening singlim bo'ladi", dedi Zöhrə Amanға. "O og'rib qopti, men uni darhol doktorxonaga opiray. Siz meni bering, muallim." Amanning darholla ketib qilishidan ansirgan Minəvər bo'lsa, Aman eg'iz ichib bo'lg'icha qo'rsqini ikki qo'llab ching tutqunicha ikki pushlanib mishildab yig'lig'ila turdi. "Voy, qaraganda xeyli qattiq og'riyotgan o'xshaydi", dedi Aman sal jiddiylashib. "Darhol doktorxonaga opirayli. Siz yolg'iz kelib qolsangiz, menmi billa boray." Aman sinfning ishigini qo'liplab etib kelib, Minəvərning qo'lini tutdi va "Birdam chidang ukam, men mashinani akilay. Sizlar ishik oldida saqlab turinglar", dedi-da palampay tarafga qarab mangdi. "Uyay, sizni avor qilmayli bo'ldi", dedi Zöhrə Amanning orqasidan to'g'lab. "O'zimiz berib tekshirtib baqsaqli bo'ladi." Lekin Aman orqasiga qarabmi qo'ymay ittik tushib ketdi. Minəvər bilan Zöhrə ikkisi Amanning mashinasi bilan doktorxonaga bordi. Lekin doktorlar bu qizda hech qanday kasal yo'qkan, gohida psixikalik sabablar tufaylidanmi qo'rsoq og'rib ketadigan ish bor deb diagnoz qo'yib, uningga og'riq pasaytish o'qili urgandan keyin azroq dori berdi. Ular doktorxonadan chiqqandan keyin Aman ularni tamoq taklif qildi. Odatda ezib-tezib sirtdagi oshxonalarga kirmaydigan Zöhrəning qaytib ketgisi bor edi. Ammo Minəvərning bo'lsa aran kelgan bu fursatda Amanni mehmon qilg'isi kelyotdi. Shunga Zöhrə boshqa gap qilmadi. Shunda qilib uchaylan Davanching oshxonasiga kirdi. "Ojizlarga hurmat" debdikan, dedi Aman kulib turib. "Qani,
nima yig'inglar barkin? Langman yandoq ya, acham langmanga amroq, dedi Munavvar Zuhraga qarab. Langman yemayli-la, dedi Zuhra darhalla. Kashda langman yesa odam samirib ketadi. Voy, shuncha o'riq turibmi, yana samirib ketishdan qo'rqyapsiz? dedi Aman kulib turib. Adam degan teraklikida o'zi xohlagan ishni qila olsa, andin hayotning lazzati bo'ladi-da. Tamoq yeyishdimi shu? Aman aka, dedi Munavvar Amanga tikilib turib, nemishqidir tuyuqsizla vallada qizirib ketdi. Sizni Shaojang demay, Aman aka desam, xafa bo'lmaydigansiz-a? Nima deb atag'ingiz kelsa, shunda atavering, dedi Aman darhalla. Aman aka deb chaqirsangiz, yiqimliq turadi ekan-jumi? Undaq bo'lsa, Aman aka deb chaqiray-a? dedi Munavvar pisingadi kulib. Amsa, langman yeyli? Mayli, langman yesak yeyli. Tamaq arliqida ulara nurg'un mungdashdi. Aman tamaq yegash o'ltirib, Munavvarga astirtin sapsilib, o'zicha uningga baho berib baqdi. Bu qiz sho'x ham umaq bo'lg'ini bilan mijazi sal yengildaq qiladi. Ehtimal uning qallasida yemak-ichmak, kiyim-kechak va o'yin tomoshadan o'zga hech nima bo'lmasa kerak. Munavvar o'zining turmush jurnalida takrorlik qiladiganligini deb berganda, Aman quloqqa ishonmayla qoldi. Shundaqdimi u aradagi gapga aralashmay, ig'ir besiq o'ltirgan Zuhraga diqqat qilib qelyapti. Uning ustiga Aman Zuhraning tasaddubi qilgan bir necha eg'iz gapidan uning oq qarini biladigan qizlardan ekanligini sezdi. Anglasam, bu restorandagi mulozimlarning hammasi degidek oliy maktablarning o'quvchilari ekan, dedi Aman oldidagi choydan bir yutum o'tlab. Ba'zilari o'qiyotgan bolalar ekan, hatto aspirantlikni bitirgan bolalarmi bormish. Viyay, rostmi? dedi Amanning gaplariga hayron qolgan Munavvar ko'zlarini chakchaytdi. Oliy maktab bolalari kelib tonjonlik qilg'ili tursa, nima jog'an bo'lib ketdi bu? Hukumatmi qiziqkan? Ishga o'rinlashtira olmagandan uncha bolani o'qitib, nima qiladi? Men bo'lsam, hargiz bundaq yerga kelib ishlamaydim. Buning nari yomon? dedi Aman Munavvarga savolliq qarab. Chet ellarda, bo'libmi taraqqiy topgan ellarda oliy maktab o'quvchilarini xizmatga taqsim qiladigan ish yo'q. Shunga o'qish bitirgandan keyin xizmat topolmasangiz, hatto doktorlikni bitirgan bo'lsingizmi, jon beqish uchun oshxonalarda qochquchi yuyish bo'lamdi, tonjonlik bo'lamdi, hammollik bo'lamdi, ish qilib, oldingizga uchirg'onli ishni qilib pul topmasangiz bo'lmaydi. Amanning gapi tugishiga Zuhra eg'iz ochdi. Hozirgi oliy maktab o'quvchilari bekmi takabbur. Maktablardagi muallimlarning dars o'tish usulini elib aytsak, ular hozirgacha hesib qo'ygandek dars o'tish usulidan qutulgani yo'q. Balalar o'tilgan darsni anglamamdi, parvoyi pelak. Shunga balalarmi 60 numara uchun o'qiydi. Ish qilib, maktab intizomini buzadigan ishni qilmasila 4-5 yilni bir amallar bilan to'shqizib diplomni eliverdi. 4-5 yil o'qish jarayonida balalar ota-onasi burnida yer tirab topgan necha tuman yon pulni xajlayotgandan boshqa asti qolgudek hech qanday ishni hujjatga chiqara olmaydi. Nurg'un balalar hatto o'qish bitirish dissertatsiyasini haqqa yozdirarmish. Men bir necha oliy maktab o'quvchisi bilan asralashib baqdim. Qarasangiz, tizimlikdagi natijasi biridan biri yuqori. Ammo Viyay Zuhra acha, oliy maktab o'quvchilarining hammasini bir punga arzimas qilavatman, dedi Munavvar Zuhraning gapini uzib.
Bir dostumның dep berişçe, ularning sinfidagi balalar şundaq yaxşı o'qibdi dеңа? Мәктәп bitirdigan çağda ularning o'ttirchi natijasi 85 nomerdan eshib ketibdi. Mundaq balalarmı бар? Mening demakchi bo'lganimmi dal mushu ish, dedi səlpəl hayacanlanıb qalğan Zöhrə dərhalla. Navada ali məktəb bitirganlarning qo'rsqidagi haqiqiy umuchini imtihonda olgan nomeri bilan o'lchigili bo'lsa, millatimiz orasidan hozirgacha nurg'unlagan olim, dongliq adiblar chiqsa bo'ladi. Ammo amiriyatda undaq emas. Odamning ichindirdigan yeri biz xalqdan ha desila dongliq san'atchi chiqidi-yu, lekin natija yaratgan olimlar, bo'libmi tabiiy fan olimlari yo'qning o'rnida. Xudoga shukr, dedi Aman tuyuqsizla. Manga o'xshash o'ylaydigan qizlarning bor ekanligini o'ylamabdikanman. Uning Zöhraga qaragan chog'dagi ko'zlari chaqnab ketdi. Bu gaplardan sal o'ng'aysizlanib qolgan Minavvar heli Amanға, heli Zöhraga qaraydi. U tuyuqsizlik ichida o'zini ayibligili turdi. Hey, mav qolvaliqimni qaramandigan. Qaraganda bu odamning nazariga ilinmug'udak menda. Hey, sit. Tamaqdan keyin Aman ularni mashinasi bilan uyiga apirib qo'ydi. Xo'shlashib mangdigan chaqda Aman Zöhraning telefon nomerini so'radi. Ammo Minavvarga qarab kulib qo'ydi. Buningdan sal jiddiylashgan Minavvar darhol eg'iz ochdi. "Vey, Aman aka, meningmi telefon nomerim bor jumu?" "Voy rast, ma'u singilchaqni unutib qaptiman-ku", dedi Aman kulib turib. "Kechiring singlim, yanfoningizning nomerini yozib olay emsa." "Undaq oson ish yo'q", dedi Minavvar bo'sh kelmay. "Deb bermayman." "Mayli emsa, keyin Zöhra qizdan so'rab uqvolay." Qaraganda Aman Minavvarning o'ziga qarab nur chaqnab ketayotgan ko'zlariga ancha iranishib ketmagandek qiladi. Aman tuyuqsizla bir ish yodiga kelgandek Minavvarning levidagi manga qaradi. "Durus, bu heliq kuni avtobusda ko'rgan heliq qiz shu", deb o'yladi Aman. Ammo u haqda boshqa gap qilmadi. Minavvar Zöhraning yengidan tuyuqsiz tortdi. "Zöhracha, biz endi kirib ketaylik. Helimi Aman akamni yetkicha avar qildik. Bak kechiktirib qo'ysak, yangimiz xafa bo'lib ketmasin yana." "Yo'qay, kerak yo'q", dedi Aman darhalla. "Sizlardek chiroyli qizlarni uyiga apirib qo'yib keldim desam, xafa bo'lmoqdi yo'q, aksicha xo'sh bo'ladi danglar." Minavvar Amanning bu gapini anglagandan keyin tuyuqsiz o'ylanib qoldi. Bu odamning rostli xotin baldir bor o'xshaydi-da. Ammo u Amanga qarab valaqqada kulib qo'yib Zöhrani qo'lidan tortdi. Zöhra bilan Minavvarning xuddi bir qo'saqdan chiqqan och singildek qo'l tutishib kirib kelayotganligini ko'rgan Aman nihoyatda xo'shal bo'lib ketdi. 31 bölüm. Minavvar shu qitimqi tamoqdan keyin Amanni esidan chiqaraverdi. Chunki bir jihatdan u Amanni xotini bor odamkan deb o'ylab qoldi. Yana bir jihatdan Aman bilan yaqin aralashib qolgan taqdirdimi, uning bilan gapining bir yerdan chiqmaydiganligiga ko'zi yetdi. Odam biror ishni qilganda uningga chin ixlosini bermasa, 4 kun o'tmayla oningdan zerikadi. Shu qitimqi tamoqdan keyin Minavvar ingliz tili o'rganishga burunqida qiziqmaydigan bo'lib qoldi. Ammo ayni chaqda Minavvarning davti bilan kursga borgan Zöhra bo'lsa, ingliz tiliga 5 yilab kirib ketyotdi. Shunga Minavvar u kursga qayta bormaslik uchun Zöhraga biror sabab ko'rsatishi kerakdi. Minavvar buningmi amalini topdi.
Baş muharrir manga bir povestni tərcümə qilish vəzifəsini tapşırıb qaldı, dedi o Zöhrəyə yalğan aytdı. Vaqti bək qıskan, keçilərimi tərcümə qılmasam vaqtida çıxaralmağıdakman. Şuna kursqa mən hazırca barmay turaymikin? Zöhrə başqa gap qılmay kursqa özü yalğız beriverdi. O adətdə adamga ancha aralashmaydigan bo'lg'ashqa bir oydan ortiq bir sinfda ingliz tili o'qiyotgan saboqdoshlari bilanmi asosan degudek tanishmaydi. Tanaffus vaqtida boshqa kursantlar 4dan 5dan bir yerga kelib elib mo'ngdishatdi. Ammo Zöhrə o'zi yolg'iz kitob o'qiydi. Chaqchaqlashib kulishayotgan saboqdoshlariga qarab partisida midirlamay o'ltiradi. Qahida ularning kulkisiga jo'r bo'lib o'zicha kulibmi qo'yadi. O ixtiyorsiz kulgan chaqlarida o'zining ashu kursantlari to'pining bir a'zosi ekanligi esiga keladi. Aman Zöhrəning bu mijoziga diqqat qilib qoldi. Zöhrəni boshqalarga o'xshamaydigan favqulodda qizgan deb o'ylagan Aman uni ishkirlab tushunib beqish niyatiga keldi. Bir kun Aman Zöhrəyə telefon qilib, uni tamoqqa taklif qildi. Ammo Zöhrə bu gapni anglab sal ikkilanib qoldi. Chunki u xotin bolalari bari bir er kishi bilan o'ltirib tamoq yesam, boshqalari nima deb qoladi deb o'ylagan edi. Shunga u Amanning taklifini chiroyli rad qildi. O'ylamagan yerdan Aman uningga atsi yana telefon qilib qoldi. Aman muallim, dedi o telefonda temkinlik bilen. Gepiniz bolsa telefonda deysiniz bolmasmı? Zöhrə qiz, ahvalınızı bilemen, dedi Aman sipahilik bilen. Siz berip qılmısınızmı bolmaydigan öy işlerinizmi yokken? Xizmetinizmi ancha aldıraş emasken, şuna birge tamaq yesak ancha daxlisi bolmas deymina? Aile ahvalimni qandaq bildiniz? Deb so'radi Zöhrə hayronlik bilan. Men bek dut odammi emas. Eliq kuni minavvar ishkanlarning qilishgan gepidan asosan tushunib bo'ldim. Zöhrə gap qilmay jim turib qoldi. Tez javob bering. Tamoqni nima deyishni xohlaysiz? Hozir sizga yanfonda telefon qilyapman jumum. Helala telefon kartasiga pul tugab ketdi, dedi Aman chaqchaq aralash kulib turib. Aman muallim, ikkimiz birga o'ltirib tamoq yesak qamlashmasmikin? Nemishqa? Siz oilasi bor bir odam tursingiz, shunga meni oilasi bor odamkan deb kimdan angladingiz? Aman Zöhrənin gepini üzüvetdi. Heliq kuni minavvar ikkimizni opirib qo'ygan chog'da o'zingiz dedingiz-ku. Ha, voy, mundaqdan. Oilasi bor odam bilan birga tamoq yesingiz bo'lmamdikan? Aman yana chaqchaq qildi. Amanmo shu tapda o'ziga hayron qilib o'tadi. Chunki u tonishqili uzun bo'lmagan bu qizni nemishqidir ko'rgisi kelibla turadi. Odatda ancha kulmaydigan bu qiyri yigit Zöhrəni uchratgan hamon o'zi ichila xushxo'ylashib ketib o'tadi. Zöhrə yana jimib ketdi. Sizga desam, u kuni men sizlarga chaqchaq qilib qo'ygan, dedi Aman nihoyat astoydillik bilan. Men 36 yoshga kirib qolgan qiyri yigit bo'lganim bilan hozirgacha menga biror qizning ko'zi tushib boqmagan. Shunda qilib Zöhrə Amanning taklifini qabul qildi. Shu kuni ular ham yasidaq, ham ozoda bir restoranda tamoq yegash 2 soatdan ortiq mungdashdi. Ularning har qanday gapi bir yerdan chiqadi. Shundan keyin ular arlab ko'rishib, mundashadigan bo'lib qoldi. Gapning ochiqini deganda Aman bilan Zöhrə shu kundan boshlab yurib qoldi. 32-bölüm.
Polat yaqindan buyon bakla aldirash bo'lib ketdi. Uning ustiga bir necha qitim komandirovka chiqdi. Yana kelib, yil oxiri bo'lg'ashqimi, xulosa, yillik baholash deganlar bilan bo'lib ketib, boshqashlashqimi cho'las tegmay qelavatadi. Lekin qandaqla bo'lmasin, uydagi ulug' ushshaqning hammasi taqozo bo'layotgan heliqi ish har minut uning yodida edi. Qo'limdagi aldirash ishlar tugagan hamon u ishni Xudo buyursa bir yoqlik qilaman deb o'ylaydi u. Bugun Polat ishxonasiga kirib, aldirash yozayotgan bo'limning xulosasini amdila qo'liga ilib turishiga tuyuqsiz telefon kelib qoldi. Telefon qilgan u ayol ism sharifasini aytib berishga zodili unamadi. U ayolning aytishicha, Polatning opasining aslida yurak kasali yo'q ekan. Operatsiya kuni narkozchi doktor operatsiyaga kirishdan burun aroq ichib sal qizib qolgan bo'lg'ashqa narkozni jiq urib etib, oxir bemorning o'lib ketishiga sabab bo'lganmish. Uning ustiga u kishi doktorxona boshlig'ining qaynonasi ekan. Shunga bemor qazo qilgandan keyin doktorxona rahbarlari bemorning yurak kasali tuyuqsiz qo'zg'alib qolib o'lib ketdi debla ishni tugatmoqchi bo'pti. U narkozchini bo'lsa Beyjingga bilim oshirishga avat etibdi. Shu chaqda naq maydonda hamma ishni aniq ko'rib turgan bir sesra bu nohaqchilikka chidamay uni boshqa xizmatdoshlariga deb sapdi. Buning bilan doktorxona boshliqlari uni davolash atirtiga qo'shib Janubiy Shinjonga avat etdi. Polat bu gaplarga bak hayron qoldi. Chunki ular shu chaqda buni paras qilishgan edi. Ammo ular hozirgacha biror pokitga erisholmadi. Mana hozir ularning shu chaqdagi parizini bu notonish ayol isbotlab turibdi. Polat bir yil burun ikki sestraning doktorxona binosidan chiqib etib deyishgan gaplarni yodiga oldi. Undaqda heliqi narkozchi doktor hozir nada? deb so'radi Polat qarshi tarafdan darhol. U Beyjingdagi o'qishini tamomlab yenib kelgili 2 oydan oshdi. Hozir ehtimol ishqimi tushib bo'lgandu. Uning uyining nadligini deb bera olamsiz? Ha, bu sal turib turing. Sal turib telefon qilay, dedi heliqi ayol. Angacha telefondan varang-churung anglang'ili turdi. Dal shu chaqda telefon uzilib qoldi. Titildab ketayotgan Polat yana telefon kelib qolarmikin deb xel saqlab baqdi. Lekin telefon kelmedi. Telefon bergan u ayol zodi kimdi? Uning deganlari rostmidi? U zodi nima uchun menga alohida telefon qilib bu ishni deydi? Qaraganda oldi bilan telefon qilgan ashu ayolni tepib paranglashib baqmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Biroq uni qandoq topqilik? To'g'ri, telefon nomeriga qarsamla telefonni nadan urganligini bilib olg'ili bo'ladi. Polat telefon ko'znikidan heli kelgan telefon nomerini ko'rib hayron qoldi. Telefon Qashqardan kelgan edi. Voy, telefon qilgan u ayol Janubiy Shinjonga avat etilgan heliqi sestrami qandoq? To'g'ri, telefon qilgan u ayolni cho'qim tepishim kerak. Polat bu ishni Sulaymonga devedi, u Polatni Qashqarga berib beqishga da'vat qildi. Polat atsila Qashqarga yetib bordi va telegraf idorasidan heliqi telefonning ma'lum bir doktorxonadagi tashqi kasalliklar bo'limining telefoni ekanligini aniqlab chiqdi. Shunda qilib Polat doktorxonaga darhol yetib bordi. U tashqi kasalliklar bo'limiga kirib kelganda bir sestra qiz chiqib kelyotdi. "Sanglim, bu bo'limda Urumchi Shifa doktorxonasidan kelgan sestra bormi?" deb so'radi Polat salom sahatdan keyin darhol. "Siz?" Heliqi sestra qiz Polatga suolliq tikildi-da, go'yo ko'ngliga bir ish kelgandek alman-talman talaga qarab mangdi.
Polat onun belikidin kappida tutib aldı. Singlim, manga telefon qilgan qiz sizmi? deb so'radi Polat jiddiy tarzda. Chiqib ketishga amalsiz qolgan bu sestra beshini lang'ishdi. Fatima ismli bu qiz Hakima operatsiya qilingan kuni hamma ishni aniq ko'rib turgan heliqi sestra bo'lib, bu yil 22 yoshda edi. Shunda qilib Fatima Hakima operatsiya qilingan kuni bo'lgan ishlarning hammasini Polatga yepirin yengnasig'icha deb berdi va heliqi doktorning uyining nadaligini aytib berdi. Polat yanadigan chaqda yanchuqidan 2000 yuanni chiqarib o qizga tangladi. Ammo o qiz qat'iy olg'ili unamadi. Aka, bu ishni mening aytib qo'yganligimni hech kim uqmasin, dedi u yig'lamsirab turib. Boshqalar bilib qolsa, men tugishiman. Polat atsi Urumchiga aeroplan bilan qaytib keldi. U shu kunila Sharipani agashtirib, Mahmud ismli heliqi narkozchi doktorning uyiga keldi. Polat eshik qo'ng'irog'ini besib edi, ovoz chiqmadi. Eshik qo'ng'irog'imi buzuqkan? Qandoq uy bu? dedi Sharipa unlik qilib. Polat shu hamon uningga qarab qapqini turdi. Heliqi sesraning deb berishicha, Mahmud doktor haraqqa amroq bo'lg'ashqa hadisla mas bo'lib kirib ayolini uradi ekan. Buningga zodli chiday olmagan ayoli xeyli burunla oningdan ajrashib 4 yoshlik o'g'lini akitibdi. Sharipa eshik qo'ng'irog'iga qarabla bu uyning zodi qandoq oila ekanligini faraz qilib bo'lgan edi. Polat tuyuqsizla bir nimadan ansirganda qilib Sharipaga ittik qardi. Sharipa, bunda qilishimiz qonunsizlik bo'lib qolarmikin deb qo'rqib qelyapman. Osh, dedi Sharipa tumshuqlarini purishtirib. To'si bir to'g'ri yurak ziyolidasan. Bo'ldi qila. Bu haq bizni ashunda ojiz ko'rib bo'za qilyapti. Polat boshqa gap qilmadi. Aka, rahmatlik opam uchun bugun bo'lsa-mu bir botirlik qilib baqa bo'lamdi, dedi Sharipa. Polat eshikni qattiq chekdi. Bir hozirdan keyin eshik ochilib, cho'qqisining chechi tushib ketgan semizrak bir aylan chiqib keldi. U Polat bilan Sharipaga qarab dilg'ulliq ichida so'rdi. Sizlar kimni izdaysizlar? Siz Hamid doktor bo'lamsiz? deb so'rdi Polat. Shundoq, sizlar kim bo'lsizlar? Bir ishinglar bormi? deb so'rdi Hamid tamkinlik bilan. Shu topda u bo'sug'ida turgan bu ikkilanning bir yil burun o'lib ketgan bemorning bolalari ekanligini xiyoliga keltirib baxmagan edi. İşimiz bo'lmasa, sizni izlab keldiganga so'rang emas biz, dedi Sharipa Mahmudning ko'zlariga tikilib turib. Voy, tuz gap qil. Nima deganing bu? dedi Polat Sharipaga va Mahmudga qarab kulimsiradi. Biz doktorxonalarda davolangan bir bemorning bolalari sizni narkologkan deb anglab, ba'zi ahvollarini egilab baqqala kelgan. Qani, uyga kiringlar, dedi Mahmud. Polat bilan Sharipani yaqinda operatsiya qilingan biror bemorning oila tabobatlaridan bo'lsa kerak deb o'yladi. Polat bilan Sharipa sohbaga kelib o'ltirdi. Angacha Mahmud choy damlab chiqish uchun oshxonaga kirib ketdi. Senchu, biz paranglashayotgan chog'da gapga qo'shiq solmay, bo'lingan gaplarni lentiga olgan. Uqdingmi? dedi Polat Sharipaga past ovozda. Sharipa uy ichiga sap soldi. Mahmudning mehmonxonasi nihoyat keng edi. Qaramoqqa 30 kvadrat metrdan oshadi. Ammo poldagi xotin gelimi maynatchilikning dastidan asli rangi o'chib ketayli deb qolgan edi. Sharipa derazaga tortib qo'yilgan Turkiya pardasiga qaradi.
Appak perde uzundan beri su görmegeshke kül rengi özgürüp ketken edi. Isit gelem, ısit perde, dedi Şeripe bişini çayqap durup. O sapanın yörençükege sap saldı. O yernimi topu besip ketken edi. Şeripe kapaklarını süzdü. Ayal kişi yok öy bolamdı. Karan nime? Dedi Polat Şeripe'ge terikip. Bu yerge nemişki kelgenlikimizni unutup kalma. Yine dep koyay sana, tolu gep kılmay jim oltur. Bulmuş işini buzu sen. Şeripe sapağa yölünüp jim olturdu. Anğıça Mahmud Patnus'ta çay açıktı. Bunu görgen Polat Şeripe'ni nokup koydu. Şeripe somkısideki ün alğının konopkısını bastı. Polat somkısıdın oyuncuk tapançını şart dedi çıkırıp ornadan dest turdu. Bunu görgen Mahmud'nın Patnus tutkan kolları titrigili turdu. Bu nemi iş emdi? Siz nemi kılmakçı? Korkmam. Jinim aman kalsın desiniz, rast gep kılan. Navada gıdın pıdın kılsınız, bu tapançam adam tonumaydı, bilip koyun. Polat Şeripe bilen mesletişip alğını boyunca Mahmud'dan bir-birlep soralı turdu. Amma o bundaq işini tünci ketim qılıp atqaşqımı avazı titrep çıqatdı. Tapançı tutkan kolu Mahmud'nun kollarından mı bekrek titrep ketip atadı. Amma Mahmud bunu sezmedi. Onun çanaqıdan çaçırap çıkıp keteyli dep qalgan közleri Polat'nın qoldaki tapançıda edi. Süler zadi kim? Bilip qelim. Biz bir yıl burun doktorxanаңlarda üt operasiyası kılınған bir oyanның balaları. Dedi jüreki selpel ornuğa düşüp kolları titreşten toxtağan Polat ünlük qılıp. Qaysı ayanның? Bu yerde bir yılgıça kürmün adam davalındığan tursa o adamның iyisidi qalamdı. Dedi işinin tegi-tektegi yetip bolgan Mahmud bilmez kiselip. Tolu xupsellik qamma. Biz hemmini eniqlap bolduk. Apam jürek keseli bilen emas, sizning sevellikinizden ölüp ketipdi. Bugün men canını alqonga elip koyup kirdim. Navada bir qo'shiq qinimdan kessin desiniz, gapning rostini ayting. Bo'lmasa uyingizni qonga bo'yayman. Şu gaplarni davatqan Polat özüde ezelden bolup bakmagan bundaq şijaatning zadi näden kelganligini özümü bilmeydi. Mahmudni ter basqılı turdi. O peshanasidagi terlarini alıqını bilen sürtkeş yandaki orunduqni tartib olturdi. Men jaq gap qilmay, dedi o dodoqlap turib. Tibabetdeki kesbi gaplarni desemmi, sizlar tushunmaysizlar. Qilganimga iqrorman. Shu chaqda men araq ichib, sal kayib bo'lib qolg'ashqa narkozni jiqtanshib etibdiman. Natijada bemor shu hushsizlanganicha ikkinchi ko'zni ocholmadi. Pushaymonga o'z go'shimni o'zim yegudek bo'lib ketdim. Biroq o'rniga kelmaydi ki. Hammasi shu aroqning kasobatidan bo'lgandikin deb shuningdan keyin aroqni tashladim. Men tövbe qildim. Shunchaliklimi? Dedi Polat heliqi tapanchasini yanchug'iga salg'ash. Menmi bu bir yilni qattiq pushaymonda o'tkazdim. Bexastalik qilib, bir jonning beshig'i chiqqanimdan bekmi azoblanaman. Men oldingizda gunohkorman. Mahmud asta o'rnidan turib, beshini tuvan soldi.
Polat әтсі әттігенде доқтырхандекілері ішқі чықыштын ерім саат бұрын келіп, доқтырханы башлықының ішкі алдыда сақлап тұрды. Позор кейінген доқтырханы башлықы саат 8-ден 5 минут өткенде коридорға кіріп келді. О, Polatны көріп, оныңға сұслы тәбәссім қылып қойып, ішханысының ішкені ашты. Polat гепні қылмай, оныңға соң düşіп, ішханыға кірді. Доқтырхана башлықы хұрым пәлтосын селіп етіп, бешедегі норка томақаны еліп, киім асқышқы елді. Андын алдырмай беріп, орындықығы олдырды. О, ішхананың отырысында үйрі тұрған Polatқа қапақларыны түріп қарады. Әмма оныңға лым деп еғіз ашмеді. О, алдыда тұрған бұл тоқы юрек зиялыйны, яны шу гепні әзвәйлігілі келді деп ойлап атады. Доқтырхана башлығы тартмысыдың бір парча hüccetni çıqırıp әмділа алдыға қойышыға, Polat янчқыдың бір даны конвертini çıqırıp, доқтырхана башлықының алдыда тұрған еліқи hüccetнің үстіге қойды да, доқтырхана башлықыға мәнілік қарыды. Бұ неме? Доқтырхана башлықы әмдекіп тұрып суырды. Мамытның ықрары. Доқтырхана башлықы конвертқа дәрхал сәпселіп, конвертнің сыртыдекі нарколог Мамутның ықрары елінған үн лінсі деген хәтләрні көрді. Әмміні түшенген доқтырхана башлықы дан қетіп тұрыпла қалды. Hürmetlik anlarman qeyrindaşlar. Yuqorida Reyhangül Mecitning Qaytı Nikah namlıq romanını anladыңlar. Davamıға diqqət bərgəysizlər. Xeyr xoş, kelər qetimlik programımızda görüşəyli. Aman bolaylı.